teng baravar arzon narxiga yana boshqa noutbuklardan 3 ta afzalligi bilan bu ikki modellarni sotuvga chiqaramiz. $210, $190. $20 razницасini farqini oxirida aytaman. Xo'p, bunimiz oldi orqa kameralari bo'ladi. Ko'rib turganlaringizdek o'ta kачественный, tiniq bo'ladi. Yana bitta afzalligi, buni bemalol ekranni chiqarib, planshet qilib ishlatsalaring bo'laveradi. Mana bu holatda xohlagan ishlarni xudo xolasa qilib beraveradi. Uchinchi afzalligi, o'sha o'zlarining chizdilaring tagida ham akkumulyatori bor, ustida ham akkumulyatori bor. Ikkita akkumulyator bo'ladi bu modellarda. Protsessori ham mo'shni bo'ladi, Core i5. Hop, 7-avlod bo'ladi. 8 GB operativka, 256 GB SSD xotira, 2 ga sensorli ekran bo'ladi. Sensor ishlashlari ham o'ta telefonlarda o'ta tez va sezgi g'alari baland bo'ladi. O'zi ham ixcham yengil. Mana bu orqa kamerasi, ranglari ham, vidlari ham o'ta chiroyli. Va buni olib qo'yish ham juda oson. O'zi ulandi deydi, bemalol. Bu $210 Va bu nimaga $190 degan savol paydo bo'ladi odamlarda. Bu farqi, bunda ham 8 GB operativka, faqat 128 GB SSD xotira bo'ladi. Bu ham bemalol ancha-muncha ishlaringni, ancha-muncha ma'lumotlaringni saqlab yuradi. Qolgan hamma joylari deyarli bir xil. Protsessorda bitta avlod farqi bor, xolos. O'zining original zaryadchilari bor, 3 oy servis garantiyalari bor. O'zbekiston bo'ylab dastavka xizmatlarimiz ham bor. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Maza qilib ishlatadigan noutbuklar.